Musofir yurtdan birodarlarimiz namozlarni qanday o'qiydi? Musofir yurtga chiqqan odam shahridan chiqqan zahoti, mana o shahardan chiqdi, samolyotga mindi yoki mashinaga minib chegaradan o'tdi yoki Teabraskadan o'tdi, shahar ko'rinmay qoldi. Ketayotgan tomoni 120 kilometrda fatvo chiqdi muftiyatdan. Hali mashinalar tez yurganligi uchun fatvo o'zgardi. 100 kilometrdan nariyog'ini niyat qilib borgan bo'lsa, uydan chiqqan bo'lsa, bu odam musofir bo'lib qoladi. To'yga qaytguncha. Endi agar 14 kunda uyog'ini niyat qilib ketsa-chi, Rossiyaga ketyapti, Koreyaga ketyapti, bir oyga ketgan bo'lsa, yo'liga musofir bo'ladi xolos. Borgandan keyin shaharga tushgandan keyin muqim bo'ladi. Yo'q, 13 kunga ketyapti desa, yo'li ham borgan shaharda yurish ham nima bo'ladi? Muqim bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Musofir bo'ladi. Tushunarli? Musofir bo'ladi. Musofirning hukmi namozlarini qasr o'qiydi. Peshinda 2 rakat, asrda 2 rakat, xuftonda 2 rakat o'qiydi. Kelishdiga, shu bilan musofirlik hukmlarini internetga yozib yaxshi o'rganib qo'ysa bo'ladi.